Hurmatli tinglovchi, bankning muammoli kreditlar bilan ishlash departamenti Soft Collection markazi xodimlari uchun maxsus tayyorlangan ushbu telefon orqali qarz undirish kursiga xush kelibsiz. Ushbu kurs sizlar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu kurs telefon orqali mijozlardan qarz va kechikkan to'lovlarni undirish bo'yicha vaziyatlarni va jarayonlarni qamrab oladi. Ushbu kursda siz qarzdorlarning toifalarini aniqlash, qarz undirishning turli bosqichlari va ilg'or amaliyotlari bilan tanishasiz. Kurs davomida orttirgan bilim va ko'nikmalaringizni turli xil test va mashqlar yordamida sinab ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Ushbu kurs 3 ta moduldan iborat. Birinchisi muvaffaqiyatli qarz undiruvchining xulq-atvori, bilimlari va ko'nikmalari haqida. Ikkinchi modul qarz undirish jarayonini taqdim etadi. Va uchinchi modul qarz undirishning eng ilg'or amaliyotlari bilan tanishtiradi. Kurs yakunida olgan bilimlaringiz va orttirgan ko'nikmalaringizni yakuniy test yordamida tekshirib ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Ushbu kurs sertifikatlangan, ya'ni kursni muvaffaqiyatli yakunlagan tinglovchilar raqamlashtirilgan sertifikatlar bilan taqdirlanadilar. Sizni o'quv platformamizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Birgalikda o'quv jarayonini samarali va unumli boshlaymiz degan umiddamiz. Sizga ushbu kursni muvaffaqiyatli yakunlashingizda kuch-quvvat va qat'iyatlilik tilab qolamiz.